Nima qilib turibsan? Meni yoqdan tozalamaysanmi? Hamma yoq kirib yotibdi. Shogird! Ustoz, chaqirishmi? Nega kechagi mashinani yuvib qo'ymading? Bo'ldi ustoz. Hozir yuvib qo'yaman. Nima kirayman? Nima o'zimdan so'radi. Ya aka, plyus bo'lganda berasiz degani bu oltindan oltin bordi degani emas. Aka, aql qilishingiz. To'shingani gap eshitaman. Shogird! Ustoz, Dushanba kuni nimaga ishga kech kelding? ustoz, uzr so'radim. Unga to'rt kun bo'lib ketdi-ku, ustoz. Bo'pti, bor ishingni qilib. Jahlim chiqsa borib, hech nima kirayman. Hech nima shunday ish qilib. Ustoz, men keldim. Nima qiling? Yana tozalab qo'yayman. Panalovka qilib qo'yayman, trekerga qilib qo'yayman. Ustoz, bir hafta oldin kech keldim. 4 kun oldin vaqtli keldim. O'sha kuni kasal bo'ldim. Kela olmadim. Nima qiling, ustoz? Nima qiling? Chaqirdimmi? Ha? Tomi ketganmisan, bor ishingni qilsang-chi. Bunaqa payt borib, baribir chaqirib, alamini olib, любой narsa qilib yuboradi, ustoz. Bitta menda shunaqami yoki hammani ustoz shunaqami? Iltimos, bitta yozib yuboringlar.